Agar siz Allohdan umidingizni uzgan bo'lsangiz, agar duolaringiz qabul bo'lmayotgandek tuyulsa, Alloh taoloni o'zingizdan uzoqda deb o'ylasangiz, unda bu videoda aks etadigan hadisi qudsiy aynan siz uchundir. Hadisni oxirigacha eshiting, albatta fikringiz o'zgaradi. Quyida zikr qilinadigan hadisi qudsiy Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslim kitoblarida ham mavjud. Qiziquvchilar bo'lsa, albatta kitobni o'zidan olib o'qishlari mumkin. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo aytadi: Men bandamning menga qilgan gumonidaman. U meni eslagan paytda men u bilanman. Agar u meni ichida zikr qilsa, men ham uni o'zim ichimda zikr qilaman. Agar u meni bir jamoat ichida zikr qilsa, men uni undan ham yaxshiroq jamoat ichida zikr qilaman. Agar u menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir tirsak yaqinlashaman. Agar u menga bir tirsak yaqinlashsa, men unga quloch ochib yaqinlashaman. Agar u menga yurib kelsa, men unga tomon yugurib boraman. Ushbu hadis juda ham keng ma'noli hadisdir. Bir jumlasidan boshlab tahlil qilamiz. Ya'ni Alloh taolo aytayapti: Men bandamning menga bo'lgan gumonidaman. Bu juda chuqur jumla. Alloh taolo aytayaptiki: Ey bandam, sen meni qanday o'ylasang, men sen uchun xuddi shundayman. Ya'niki biz Alloh meni kechirmaydi deb o'ylasak, qalbimiz torayadi va Alloh taolo xuddi shunday javob qaytaradi. Agarda biz Alloh rahimli, uning rahmati kengdir deb o'ylasak, qalbimiz ochiladi. Alloh tomon shoshilamiz, unga tavba qilamiz, rahmatidan umidvor bo'lamiz. To'g'ri, biz ko'pincha xato qilamiz, gunoh qilamiz. Keyin ichimizda shunaqa fikr paydo bo'ladi: Men endi yaxshi banda bo'la olmayman. Men Allohdan juda uzoqlashib ketdim. Shuncha qilgan gunohlarim tufayli Alloh taolo meni kechirmaydi deb o'ylaymiz. Yo'q. Bu hadisda bizga shu narsa o'rgatilyaptiki, agar biz Alloh taolo uchun yaqinlashishga bir qadam tashlasak, Alloh taolo bizga undan ham katta rahmati bilan javob qaytaradi. Yana hadisda shunday bir joy bor ediki, agar bandam meni bir jamoat ichida zikr qilsa deyilyapti. Ya'ni siz Alloh taoloni bir jamoa bo'lib zikr qilsangiz, ya'ni eslasangiz, Alloh taolo bizni undan ham yaxshiroq jamoat ichida eslaydi. Ya'ni bizning jamoatimizdan ham yaxshiroq jamoat bu Alloh taoloning farishtalaridir. Alloh taolo farishtalari orasida bizni zikr qiladi, eslaydi. Bu joyi ham juda ham odamga bir xotirjamlik beradigan qismidir hadisni. Endi hadis yana nimani o'rgatyapti? Alloh bizni har doim kutyapti. Eng katta gunoh qilgan joyimizda ham agar u gunohga qaytmaydigan bo'lib tavba qilib Allohning oldiga qaytsak, albatta Alloh bizni kechiradi. Chunki boshqa bir hadisda aytilganidek, Alloh taoloning rahmati g'azabidan ustundir. Ya'ni Alloh taolo gunoh qilganimiz uchun bizga g'azab qiladi deb o'ylaymiz. Agar biz chin tavba qilsak, rahmati g'azabidan ustun. Xo'p, hadis davomida yana Alloh taolo aytayapti: Agar bandam menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir tirsak yaqinlashaman. Agar u menga yurib kelsa, men unga yugurib boraman. Tasavvur qiling-a. Siz bir qadam tashlayapsiz-u, Alloh taolo sizga undan ko'proq rahmat bilan javob beryapti. Bu juda ham inson uchun ulug' sharaf. Ya'ni oddiy qo'l bilan o'lchab ko'radigan bo'lsak ham, bir qarich shu bilakgacha, barmoq uchidan bilakgacha bo'lgan masofa. Tirsak barmoq uchidan tirsakgacha. Taxminiy hisobda 2 qarich chiqadi. Ya'ni siz bir marta qilgan ishingizni Alloh taolo sizga 2 baravar qilib qaytaradi. Ya'ni rahmati bilan javob beradi bizga bu ishimiz uchun. Demak, muammo bizni qilayotgan gunohimizda emas,
Muammo biz Alloh haqida noto'g'ri gumonda ekanimizdadir. Yana bir tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, sinov kelganda shunday deymiz. Alloh meni tashlab qo'ydi deymiz. Alloh meni eshitmayapti deymiz. Duoyimiz kechiksa, duoyimni qabul qilmadi Alloh deymiz. Yo'q, balki Alloh sizni tarbiyalayotgandir. Balki biz so'ragan narsa bizga Alloh berganidan ko'ra xayrliroq emasdir. Ya'ni banda o'ziga nima kerakligini Allohdan yaxshi bilguvchi emas. Ya'ni Alloh taolo bizga nima yaxshiligini bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Balki biz so'raganimizdan yaxshirog'ini tayyorlayotgandir. Ba'zan hamma inson tushkunlikka tushadi-da. Shu paytda xuddi shu hadisni olib yaxshilab chuqur tafakkur bilan o'qiydigan bo'lsa, bu hadisda juda ulkan ma'no bor. Bu hadisda Allohning rahmati bor. Unda umid bor. Unda Alloh taologa yaqinlik bor. Keling, yaxshisi shu bugun o'zimizdan so'raymiz. Biz Alloh haqida qanday gumondamiz? Agar gumoningiz yaxshi bo'lsa, albatta qalbingiz tinchlanadi. Va yana ham Alloh taolodan keladigan yaxshiliklarga umidingiz oshadi. Agar inson umid bilan yashasa, har qanday narsaga yo'l ochiladi. Chunki Alloh taolo o'ta rahimli va mag'firatli zotdir. Biz Allohdan so'rayotganimizda o'zimizni ehtiyojlarimizdan kelib chiqib kichik narsani so'ramaylik. Bizi ustozlarimiz aytardi, so'rasang kattasini so'ra, chunki Alloh har narsaga qodir zot. Shunday katta narsalarni so'raki, Allohni berishiga ishonib so'ra deyiladi. Xuddi shu hadisda zikr qilinganidek, Alloh taolo haqida gumonimizni to'g'ri qiladigan bo'lsak, albatta duolarimiz ham ijobat bo'ladi. Hadisning umumiy xulosaviy ma'nosiga keladigan bo'lsak, Alloh bandaning u haqidagi yaxshi gumoniga qarab muomala qiladi. Bandaning har bir kichik qadami Alloh tomonidan katta rahmat bilan javob topadi. Bu hadis umid bobidagi eng kuchli dalillardan biridir. Agar video va hadis sizga manzur kelgan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Ular ham Alloh haqidagi gumonlarini to'g'rilab olsinlar. Zero Alloh rahimli va mag'firatli zotdir. Obuna va like tugmasini bosishni ham unutmang.